Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed ve ala ashabi seyyidina Muhammed ve ala ansari seyyidina Muhammed ve ala azvaci seyyidina Muhammed ve ala zurriyeti seyyidina Muhammedin ve sellim taslimen kesira. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz tinglovchilar. Bugun Zulhijja oyini 3-kunida sizlar bilan uchrashib turibmiz. Mana shu Zulhijja oyida 10 kunlik bor. Nima niyat qilsangiz Alloh o'sha niyatlaringizga yetishtiradi. Zulhijja oyi haj oyi hisoblanadi. Bu oyda islom arkonlaridan biri bo'lgan haj farzi ado qilinadi. Dunyoning barcha mamlakatlaridan musulmonlarning Alloh muyassar etganlari Makka shahriga yig'iladilar. Zulhijjaning avvalgi 10 kunida Ka'ba atrofida Safo va Marva, Saida, Zamzam bulog'i yonidan keyin Minoda, Arofatda, Muzdalifada, Jamorotda, Masbahda, yana Ka'ba atrofida ibodat, tilovat va duolar bilan mashg'ul bo'ladilar. Hajga bormagan musulmonlar o'z yurtlarida ushbu 10 kun davomida g'animat bilmoqlari, ibodat va duolar bilan o'tkazishlari maqsadga muvofiqdir. Bu 10 kun dunyoning eng xayrli kunlaridandir. Solih amallarning Allohga mahbubrog'i mana shu kunlarda qilinganidir. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar: Alloh nazdida bu kunlarda qilingan ibodatdan qadrli bir ibodat yo'qdir. Imkon qadar bu kunlarda Allohni ko'p zikr qiling. Bu kunlarda bir kun ro'za tutish 1 yillik ro'za tutishga teng. Zulhijjaning ilk 10 kuni ichida bir kun ro'za tutish boshqa kunlardan 1 yil ro'za tutishlikdan ham afzalroqdir. Alloh nazdida kunlarning ulug'i va amallarning afzalrog'i 10 kunlikda qilinganlaridir. Ya'ni Zulhijja oyini 3-kunida turibmiz. Mana shu 10 kunlikda qanaqa Allohdan nima niyatlar so'rasangiz Alloh yetkazadi albatta. Ko'proq salovat ayting, ko'proq zikrlar ayting. Endi mavzuga qaytamiz. Mandan ish yo'llarimizni qanday ochamiz va qanaqa qilib tugunlarimizni yechamiz, sehr tugunlarini degan savol bilan murojaat qilishdi. O'sha savolga javob berib o'taman inshaalloh taolo. Alloh qodir qilganicha. Birinchi bo'lib mana bu zikrni aytib olamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar. Allohu akbar kabira valhamdulillahi kaseera va subhanallahi bukratan va asila. La ilaha illalloh vahda sadaqa va ada va nasara abda ve azza cundahu ve hazzamal ashaba vahda. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyya muhlisina lahuddina ve lev karihal kafirun. Keyin ikki qo'limizni kaftlarini yozib tayyorlab olamiz. Yana 5 barmog'imiz yozgan holatda keyin Fotiha surasini o'qiymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin arrohmanirrohim maliki yawmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas sıratal mustaqim. Sıratallazîne en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Keyin o'ng qo'limizni bosh barmog'idan boshlab kaf, ha, ya, ayn, sod deymiz va ikkinchi chap qo'limizni ochib chap qo'limizni ham bosh barmog'idan buklab boramiz. Ha, mim, ayn, sin, qof.
oldingizga bir kosa suv qo'yib olasiz. O'sha suvga suflagan holatda buni o'qiysiz. Keyin Fil surasini o'qiy boshlaymiz. Fil surasini tarmihim degan joyiga kelganda o'sha 10 marotaba tarmihim, tarmihim, tarmihim degan holatda barmoqlarimizni ochib olamiz. Keyin Fil surasini oxirigacha o'qiymiz. Va nimaga o'sha suvga suflaymiz, o'sha suvni olib ichib yuz-qo'limizni yuvamiz qolgan. Shunday qilib barcha yo'llaringizni ochib olsangiz bo'ladi. Alhamdulillah, hammasi yaxshi bo'ladi inshaalloh taolo. Tushuntirib o'tdim. Fil surasini tarmihim degan joyga kelganda birinchi o'ng qo'lni bosh barmog'idan ochishni boshlaymiz. Keyin chap qo'l 10 marotaba tarmihim deb oxirigacha keyin yetkaziladi. Bihijoratin min sijil fajallahum kasmakul deb o'qib qo'yasiz. Shunday qilib yakunlaysiz. Suvni ichib, bet-qo'lingizni yuvib, keyin qolganini iste'mol qilasiz. Mana shu Zulhijja oyini 10 kunligi davom etyapti. Yaxshi zikrlar aytib, chiroyli nimalar aytib, salovatlar aytib, Allohga sig'insangiz, Alloh hamma mushkullaringizni oson qiladi. Yana bitta narsani tushuntirib o'taman. Ertalab bomdod namozida farzi bilan sunnatini o'rtasida 41 marotaba Fotiha surasini o'qib, birinchi astag'firulloh deb 100 marta aytasiz. Sallallohu alayhi vasallam deb 100 marta aytasiz. Allohumma inni as'aluka deb 100 marta aytasiz. Keyin 41 marotaba Fotiha surasini o'qiysiz va orqasidan 100 marta salovat, 100 marta istig'for aytasiz. Shunday qilsangiz, har qanday tilagingiz bo'lsa, hammasini Alloh beradi. Dushmanni yo'q qilish kerakmi? Bolangizni yo'lga solish kerakmi? Eringizni yo'lga solish kerakmi? Eringiz muhabbatli bo'lsinmi? Farzandlaringiz muhabbatli bo'lsinmi? Alloh sizga boylik bersinmi? Alloh sizga yaxshilik bersinmi? Nima niyatingiz bo'lsa, so'rang. Shu Fotiha surasini shu holatda o'qib, Alloh barcha niyatlaringizni amalga oshiradi. Inshaalloh hammamizning uyimizga tinchlik, xotirjamlik, barakotlar yog'ilsin. Shu Zulhijja oyini 10 kunlik kunida hammamizning uyimizga Allohim yaxshilik ato etsin. Barchamizni gunohlarimizni o'zi kechirsin. U Robbil alamin, u olamlar podshohi, u barchamizni Robbimiz. Allohim hammangizni uyingizga qut baraka, yaxshiliklar bersin, ikki dunyo saodatini bersin. Rahmat sizga.